Rasmda berilgan heterozigota belgiga ega bo'lgan tovuq va xo'rozlar o'zaro chatishish haqida to'g'ri fikrni aniqlang degan. Bizga heterozigota belgiga ega degan. Heterozigota belgiga ega bo'lgandan keyin ular bizga diheterozigota demagan. Demak, mana ota-ona chatishgan. Demak, A belgisi bo'yicha heterozigota, bunisi esa B belgisi bo'yicha heterozigota. Demak, ikkita ota-ona chatishgandan keyin to'rtta organizm hosil bo'ladi. To'rtalasi ham bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni fenotip ajralish bir bo'ladi. Avlodning ikkitasida dominant B geniga ega bo'ladi. Mana bu ikkitasida dominant B geniga ega bo'ladi. Javob A varianti.